Biz bugün hammamiz navbatda duch kelayotgan bir masala haqida to'xtalamiz. U bo'lsa-mu pul tepish. Çünkü hazır biz köpünçimiz pul tapanmayvatımız. Hatta bazılarımız pul tepişemez, kolumuzdaki bağ pulunu saklayamayvatımız. Nima uchun bu ahvollarga duch kelamiz? Texib 5-10 yil oldida nurg'un pullarni topqaydik. Nima ish qilsak foydalatdik. Endi nima ish qilsak ziyon tortyapmiz. Ishlarimizning hammasi keyniga menyapti. Zodi nima uchun? Pul ne ketdi? Amaliyotda pul hech yer ketmadi. Biz ziyon tortayotgan mushu paytda boshqalar foydalanayotgan bo'ladi. Chunki Alloh taolo pulni, mol dunyoni yer shariga chechib etgan. Bir odam pul topamagan vaqtda bir odam boy bo'ladi. Bir odam ziyon tortgan vaqtda bir odam foydalanadi. Qilib pul insoniyatning o'tirisida o'yinib turadi. Bir odamning ziyon tortishi yoki kambag'al bo'lishi, yana bir odamning foydalanishi yoki boy bo'lishi deganlik pulning bir odamdan yana bir odamga yetkilishi deganlik. Alloh taolo dunyoda hamma narsalarga qonuniyat o'rnatgan. Shuningdek, pulg'imi, mol dunyoga qonuniyat o'rnatgan. Kishilar shu qonuniyatga amal qilmagan vaqtida Alloh taolo u kishilardan pulni elib oladi. Mayli u odam kofir bo'lsin, musulmon bo'lsin. Agar bir kofir, ya'ni Alloh ishonmaydigan bir odam pulning qonuniyatiga, ya'ni Alloh taolo o'rnatgan qonuniyatiga amal qilsa, garchi u qonuniyatni Allohning o'rnatganligini bilmay turib amal qilsa-mu, Alloh taolo u odamga pulni tutqizadi. Ya'ni u odamni boy qiladi. Chunki u odam pul tutishga, ya'ni boy bo'lishga layoqli degan gap. U qonuniyatlar qaysi deganda, uning birinchisi xayr saxovat qilish. Bir odam boy bo'ldi, ya'ni o'zining turmushidan oshqodak pul topdi deganlik. Alloh taolo u odamga u odamning rizqi bilan yana bir odamning rizqini qo'shib berdi deganlik. Agar pul topgan odam, ya'ni boy odam bu nuqtani his qilib yoki his qilmasdan xayr saxovat qilsa, Alloh taolo bu odamga rizq berishini, ya'ni pul, mol dunyo berishini davom qiladi. Aksiya pulni o'zim topdim deb atrofidagilarning ahvolidan xabar olmasa, bir kishilik turmush bilan bo'lib, boshqalardan ayrilib yashab, boshqalarning holiga yetmasa, Alloh taolo bundoq odamdan pulni ilib olib, loyiqli kishiga tutqizadi. Garchi u bamiga odam, u bexillik qilgan odam musulmon bo'lgan taqdirdami, u xayr saxovat qilgan odam kofir bo'lgan taqdirdami, Alloh taolo u loyiqli kishiga beradi. Bu Alloh taoloning dunyodagi pul va mol dunyoga o'rnatgan qonun edi. Alloh taolo hadisi qudusiyda "Yabni Adam, anfiq unfiq alayk." Ey insoniyat, chiqim qil, men senga chiqim qilaman deydi. Ya'ni sen kishilarga xayr saxovat qilsang, men senga xayr saxovat qilaman, senga rizq beraman deydi. Alloh taolo bu hadis qudusiyda ey musulmon, ey mu'min demasdan, ey insoniyat dedi. Demak, bu qonuniyat musulmon va kofirga o'xshash qonuniyat. Masalan, biz dunyoda pul topgan boyog'allarning tarixiga qarab bakadigan bo'lsak, ularning tarixida o'xshash bir o'rtaqlikni ko'ramiz. U bo'lsa-mu, dastlabki vaqtidan tortib, ya'ni boyolmagan vaqtidan, ishlayotgan vaqtidan tortib, oz bo'lsa-mu i'ona qilishni o'ziga odat qilgan. Bu ortiqchilikni navbatdagi dunyodagi boylarning hammasining tarjimalida ko'ralaymiz. Afsus, biz Uyg'urlar madaniyatga shuncha boy millat bo'lsak-mu, ammo bizda texi saxovat madaniyati yetilmagan. Ya'ni biz saxovatni, sadiqini pul tepib, uy elib, mashina elib, bolalarimizni oliy maktablarda o'qitib, oshqa vaqtdan keyin, ya'ni pulni nega xarjlashni bilmagan vaqtimizda, undan keyin qildigan narsa, ya'ni tulib tashqa vaqtimizda, boyib bo'lgan vaqtimizda qilgan narsa deb o'ylaymiz. Amaliyotda sadiq undan narsa emas. Sadiqa boycha, namratcha, har odam o'zining holi qarab turib qiladigan eng yuksak bir ibodat. Masalan, atrofimizdagi turk qarindoshlarga qarab baqsak, bularning ichidagi xayr saxovatning suyalarining hammasi boy emas. Ularning ichida oylik ishlaydiganlari bor. Shu oylik ishlagan pulisini tejab shuningdan sadiq qiladi. Demak, sadiq qilish uchun, i'ona qilish uchun chuqur boy bo'lish shart emas. Shuning uchun biz sadiqa bo'lgan pozitsiyamizni, iddiyamizni to'g'rilashimiz kerak. Ya'ni sadiqa hargizmi pul tepib, xarjlaydigan yerning hammasiga xarjlab bo'lgandan keyin, ya'ni oshqandan keyin qildigan narsa emas. Hozirdan tortib, oylik olsak, oyda 3000 TL maash olsak, oyda 30 TL bo'lsa-mu, 40 TL bo'lsa-mu, i'ona qilishni o'zimizga odat qilishimiz kerak. Bu ne'matga shukr qilganlik bo'ladi. Ne'mat shukr qilish bilan ziyoda bo'ladi. Alloh taolo Qur'on Karimda la in shakartum la azidannakum. Agar shukr qilsanglar, men sizlarga texim ziyoda qilaman dedi. Ya'ni ozroq pul topgan bo'lsak-mu, shuningga shukr qilib, ozroqini xayr saxovat qilsak, ya'ni shukr qilsak, Alloh taolo u topgan pulimizni texim ko'paytib beradi. Chunki bu Allohning va'dasi. Ya'ni qilib xayr saxovat mol dunyomizga, pulimizga barakat qo'shadi. Xayr saxovat hargizmi odamni kambag'al qilib etmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom sadiqa molni kamtib etmaydi deydi. Lekin shayton bizni doim agar bu pulni sadiq qilsam, bolang doktorxonaga kirib qolsa qanday qilsa, bolang maktabga kirsa qanday qilsa deb texi yuz bermagan, kelgusida yuz beradigan, 105 ehtimoli bo'lgan ishlarni ko'z oldiga akilish orqali insonni sadiqidan xayr saxovatdan to'sadi. Agar odam shaytonning vasvasidan keyin kirib, razzadi. Agar bolam kasallab qolsa pul lozim bo'ladi, bundaq qilsam pul lozim bo'ladi, bundaq qilsam pul lozim bo'ladi deb texi yuz bermagan, 105 ehtimoli bo'lgan yoki bo'lmagan ishlarni oldiga elib, sadiq qilishning keyniga chekinsa, amaliyotda shu ishlar yuz berib, shu sadiq
qilmagan pulisini shu yerga xarjlashi mumkin. Aksicha shaytonning vasvasasining keyniga kirmay, Alloh ba, menga Alloh kifoya deb shu pulisini sadiq qilsa, Alloh taolo uning balasiga kasal solmaslik mumkin. Har turli balodan saqlashi mumkin. Amaliyotda saqlaydi. Chunki sadiqa, xayr saxovat odamni baloy, ofatdan va har xil hodisalardan saqlaydi. Shundaqla kasallarga shifo bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom da'u mardakum bis-sadaqat. Sizlar kasallaringlarni sadiq bilan davolanglar deydi. Dunyo shuncha taraqqiy qilgan bo'lsa-mu, texnik nurg'un kasallarning davosi topilmoqda. Bu kasallarni qanday davolaymiz? Sadiq qilish orqali hammadan kuchli, shofiy bo'lgan Alloh taolaga yaqinchilik qilish orqali, ya'ni sadiq qilib yaqinchilik qilish orqali davolaymiz. Jamiyatimizda ba'zi kishilar, ya'ni puldor kishilar texnik bir ishning beshini tutib bo'lmaganligi, bir tijoratni boshlab bo'lmaganligi tufayli biror tijoratni boshlab olib, ondan keyin xayr saxovat qilma deb hech qanday xayr saxovat qilmagan ahvollar bor. Amaliyotda bu Allohga shart qo'ygandek bir ish. Ey Alloh, agar sen menga bersang, sadiq qilma, agar bermasang, mush pulimni tutib xayjlayman deganga o'xshash bir gap. Amaliyotda Alloh taolo sizga pul bermasa, pul tepish emas, shu pulingizni tutib tura olmaysiz. Aslida bundaq payt, ya'ni pul topolmayotgan, bir ishning beshini boshlab bo'lmayotgan bundaq payt dal sadiq qiladigan payt. Chunki sadiqa muvaffaqiyatning eshigini ochadi. Ya'ni kelib bundaq payt qilgan sadiqa eng yuqori martabadagi sadiqa bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdan eng afzal sadiqa, eng yuqori martabadagi sadiqa qaysi deb so'ralgan vaqtida, faqirchilikdan qo'rqib turgan vaqtingda, ya'ni mush pulni xajlasam qanday qilaman, tex ishning beshini boshlab bo'lamadim deb mushunda qo'rqib turgan vaqtida qilgan sadiqa eng yuqori martabadagi sadiqa degan. Yana bir hadisda Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom har kuni ikki dona farishta tushadi. U farishtaning birisi Alloh yo'lida xayr saxovat qiluvchiga, ey Alloh, uning xayr saxovat qilgan, sadiq qilgan mollarini to'liqlab bergin deb duo qiladi. Yana bir farishta bo'lsa, xayr saxovat qilmagan, pulni ching tutib olgan, besib yetib olgan kishilarga, ey Alloh, bu kishining mol dunyosini vayron qilgin deb duo qiladi deydi. Demak, ikki farishtaning qaysining duosiga erishish yana o'zimizda. Bizning xayr saxovat va sadiq ishimizda eng nachar ikki odat bor. Uning birisi riyo, ya'ni bir odamga sadiq qilamiz, uni rasmga tortib to'rga chiqaramiz. Bu qilgan sadiqimizni ko'ydirib o'tadi. Ikkinchisi, sadiqa bergan odamni paylapli yuramiz. Bir odamga sadiqa beramiz yoki zakatimizni beramiz. U odam nima keydi, nima ishdi, nima yedi. Bir ayaga bolalar bilan o'ynag'ili bo'lsa, men bergan pulga borganmidi? Ajaba qiyinchilikim bor davodatdi. Undaq kiyibdi, mundaq kiyibdi. Mush shaklda uning keynidan paylaymiz. Bu qalbdan chiqib qilgan sadiqa emas. Siz sadiqani kambag'alga, muhtojga berdingiz, uning ishingiz tugadi. Allohning nazariga o'tib ketdi. Uning keynidan bundaq paylab yurish asla va asla to'g'ri bo'lmagan axloqsizlik. Bir odam men sadiqa muhtoj dedimi, uni ichki siri Alloh taolaga. Bu payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning boshqalarga sadiqa berishdagi axloqi. Hammamiz bilganimizdek bu Ramazon oyi qilgan ibodatlarimiz hassalab ajr beriladigan bir oy. Bu oyda qilgan eng cho'ng ibodatlarimiz, shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom qilgan ibodatlarning birisi sadiqa berish. Zakatni har bir musulmon beradi ham berish kerak. Agar zakatni inkor qilib bermasa, u odam kofir bo'ladi. Bu bir majburiyat. Ya'ni pulimiz zakatning o'lchimiga yetgan bo'lsa, %2,5% uni ayiramiz. Uni Qur'onda deyilgan 8 tillik o'ringa beramiz. Uning sırt müminning mol mulkida, ya'ni zakatdan boshqa haqqi bor. Ya'ni zakat atrofdagi ehtiyojlarni qamdayolmasa, u odam men zakat oldim-g'o deb bu mas'uliyatdan qutulmaydi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom inna fil mali haqqun siva zakat. Malda zakatdan boshqa haq bor deydi. Alloh taolo Qur'on Karimda va fi amwalihim haqqul lis-sa'il val mahrum. Ularning mollarida sa'il va mahrumlarning haqqi bor deydi. Demak, bu oyda zakatdan boshqa xayr saxovatlarimizni ko'p qilaylik. Xayr saxovatimiz qancha ko'p bo'lsa, Alloh taolo bizga chiqish yo'lini shuncha ko'p beradi. Xususan bizning boylarimiz, puldorlarimiz atrofimizdagi kishilarning ahvolini egallaylik. Ularning holini xabar olaylik. Oxirida bu darsni farishtalarning duosi bilan oxirlashtiraman. Allohumma a'ti munfiqan xalafa. Ey Alloh, Alloh yo'lida xayr saxovat qiluvchiga u qilgan xayr saxovatning o'rnini to'liqlab bergin. Allohumma a'ti mumsikan talafa. Pulni ching tutib olganlar, besib yetib olganlarning pulni layoqli kishilarga ep bergin.